Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan siz bilgan tanigan Ali Minecraft do'stlar. Bugun do'stlar sizlar bilan 19-qishloqni tekshirib chiqamiz. U yerga bizani chaqirishdi telefonda. Aytadi, bizga kimdir hujum qilyapti deydi. Ovozi g'alati eshitildi. Shunga biz tekshirishga keldik. Bizani ilk kunga bu yerga ekskursiya jo'natishdi. Mana holatni bilib yordamlashamiz do'stlar. Videoni cho'zib o'tirmasdan qanamasa biza boshlaylik. Do'stlar, boshlashdan oldin like va obunani bosib qo'yamiz. Qani biza yaqin o'rtada bo'lsa kerak boshlaylik. Do'stlar, qaraymiz, topishga harakat qilamiz. Qanday uzoqdan qandaydir kulba ko'rinyapti. Do'stlar, nima ekan, sizlar tushib borib qarash kerak. Shu qishloqmi ekan, nima ekan bu? Voy do'stlar, nima bo'lgan bu qishloqga? Voy do'stlar, qaranglarmi joyni. Kim yo'qligini bilasizlar? Xonada kim turibdi? Tushunmadim. Qani o'zimga olaychi. Do'stlar. Bo'ldi. Hech narsa ko'rinmabdi. Ko'zimga ko'rinishini tushib ko'ramiz. To'xtanglar, uni oldi aslahalar ham bor edi. Menga berishib yubordi. Mana ovqatni ham 2 kunga mana bittadan kuniga yetkazishim shart ekan. Qaytib ovqat topaman qishloqda. Do'stlar, kalla suyaklardan sassiq kelyapti do'stlar. Odamlardiki moska zombilar, har xil mavjudotlar. Do'stlar, aylanib o'tamiz. Qo'yga nima bo'lgani? Buni ichi yaxshi ekan-ku. Bironta o'zimizga uy topishimiz kerak. Qo'yga kirmaymiz, juda sassiq ekan. Bu yerga hech narsa qilmagan-ku. Buni ichini har xil bosh suyaklar bo'lyapti do'stlar. Mashkul bachada yashab qolishga harakat qilaman. So'ng birinchi atrofni ko'zdan kechirib chiqamiz. Suvga sakraymiz do'stlar. Do'stlar, juda sassiq hidlar kelyapti do'stlar. Mana buni qaranglar, suv bosdi bo'ylarni. Ozroq sabzi kerak bizga, ertaga och qolmasligim uchun. Yetadi do'stlar shu sabzi. Voy do'stlar, o'likni bosib ketdim. Do'stlar, juda qiyin ekan bu yerda. O'qishlarni qaytib 2 kun o'tkazaman. Qo'yish kerak. Bu mashina normalniy ekan. Do'stlar, qanamasa bizlar birinchi kunimizni nima bilan o'tkazamiz? O'zimizga ozroq daraxt yig'ishimiz kerak. Mana daraxt mashadan yig'ib buni o'qiyamizdan daraxt kerak bizga hozircha. Bir ikkita saniq bandiq, versteliya olishimiz kerak. Bo'yga. Hali 3 kun yashashimiz kerak. 1-2 kun yashashimiz kerak. O'qishlarni qaytib yashayman. Hozir o'g'il narsalarni olib kelishimiz kerak. Uyimga kirmasam qanaydir vojidotga kelishim. Do'stlar, like va obuna bosib qo'yasizlaring. Keyingi videoni buni ikkinchi qismi chiqish uchun hozircha men bunda 1 kun yashab ko'raman. Ikkinchi kunni yasha olamanmi? Keyingi videoda aniq bo'ladi do'stlar. Buning ichiga mana shu narsalarni solib qo'yamiz. Tursin bu yoqda. Sabzini solib qo'yaman. Soldim. Yana ozroq daraxt kerak do'stlar.
Hozir bizga tosh va o'g'illar, o'g'il yig'ib kelishim kerak. Va tosh pechga yasash uchun. Nasib fakkilasa olishim kerak kechqurun yurish uchun do'stlar. Kechqurun bu yerda bir ko'zdan kechirib ham chiqishim kerak. Do'stlar fakkilam kerak bo'ladi. Kechqurun bir aylanib turishim kerak ekan bu joyni tayinlashdi. O'zing qarab aylanib chiqasan dedi. Lekin do'stlar kechqurun chiqishga juda qo'rqaman. Chiqolmayman deb qo'rqaman. Chiqolmasam kerak do'stlar. Do'stlar, hozir bizga tosh kerak bo'ladi. Do'stlar, shuncha bu qishloqqa kelib mehnat qilyapman. Videoyimni qancha ko'riladi deb o'ylayapman-da endi. Hal tirik chiqamanmi do'stlar? Hech kim bilmaydi. Suvlar ham o'sha sasib boshladi. Taran. Pechgacha yasab olamiz. Mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi do'stlar. Do'stlar, pechka bilan sanni chiroyli turdi-ya. Mana bu ham nimadir orqali shovqin kelyapti. Do'stlar, nima bo'lsa nima ko'rindi ko'zimizga? Do'stlar, o'tib ketdi, hech narsa yo'q deysiz kerak. Do'stlar, bir uxlab olishim kerak menimcha. Uxlab olaman. Do'stlar, tong otdi. Sizlar bilan ikkinchi kun va shovqin kelyapti do'stlar. Aylanib kelishimiz kerak. Atrofni asta-asta aylanib yuramiz do'stlar. Asta-asta aylanib yuramiz. Shu o'liklarni hidi sal boshqacharoq ekan, yoqmayapti do'stlar. Agarotlar ham menimcha nimadir bo'ladi-yu. Mana bu nima bo'lgan? Nima bo'pti bu? Uychi. Hech narsa yo'q bu yerda. Bu yerga o'tib ketishga. Do'stlar, arang o'tyapman. Do'stlar. Kerak. Chiqishga harakat qilamiz. Do'stlarim, chiqdim. Mana bu yerda ham shunaqa o'liklar bor. Yomg'ir yog'yapti do'stlar. Yomg'ir juda qiyin bo'lar. Asta uyga ketaveramizmi? Asta borsam ekan. Do'stlar, yomg'irda uyga yetib olishimiz kerak. Do'stlar, mana bu nima? Mana bu. Chekib olaman. Bu joyda qolib bo'lmaydi. Telefon qilib bog'lanishim kerak. Qochishim kerak uygacha tezroq. Telefon bilan bog'lanib ko'raman. Telefon qilishim kerak. Do'stlar, men bog'landim. Aytishyapti. Sen bugun kechga seni olib ketamiz deyapti. Mashinada ketyapti. Bugun kechgamaysan, taxlab tur dedi. Men xo'p dedim. Bugun kechgacha chidashimiz kerak. Hammasini yig'ishtirib turaman. Bular aynan kerak bo'ladi. Men shahar joyda turaman, shunga kerak bo'ladi. Yomg'ir yog'moqda. Kunlar asta o'tmoqda. Yotib kutib tursan, birarga. Do'stlar, qayerga kelib qoldim? San kimsan? Nima, bu yerga kim olib keldi meni?
Sizlar nima bo'lyapti? Voy, nima bo'lyapti boshim? Jamol, do'stim, sen bu yerda nima qilyapsan? Men senga telefon qo'ygandim. Bugun kechga boron kelmading do'stim. Masalan, juda ko'tdim. Har xil narsalar bor ekan. Yo, men uxlab qoldimmikan? Sizlar bilmadim.